O'zbek xalqim uchun do'stlar mana shu televizorni Xotamjon akami xotamtoyligi tutib, uka tekinga beraman deyapti. Arzimagan shart. U qimorbozlarga o'xshab pul tiking, anaqa qiling, manaqa qiling demaymiz. Faqat eliga, yurtga foydasi, manfaat tegayotgan mana shu televizorlarni videolar kengroq tarqalishi uchun kommentariyada 70 yoshlik ham qilaveradi, 7 yoshlik ham qilaveradigan faqatgina kommentariyada do'stlar so'zlarni qoldilar va kanalga obuna bo'lib, bitta klassni bosib qo'yinglar do'stlar. Bitta klass bosasiz, kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozasiz. Televizor deb yozasizmi, plus deb yozasizmi, bir yozasizmi, kommentariyadan do'stlar keyingi safar xudo xohlasa ko'z o'nginglarda aka chiroyli qilib, haqiqiy halol qilib mana shuni eganisini tanlab olamiz. Narxi $300 televizorimiz rasman 12 ta viloyatga tekinga. Dastavkasi ham akamning cho'ntagidan chiroyli qilib beramiz. Xotamjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bo'lyaptimi ishlar? Assalomu alaykum. Mahmudjon kanali a'zolari, Muhammad Ali kanali a'zolari, hammanglarga Toshkentdan, O'zbekistondan salom. Musofir yurgan aka-opalarimiz Allohning panohida bo'linglar. Ota-ona, oila bag'riga sog'-salomat qaytish nasib qilsin. Bo'lmasam boshladik. Bu narsani birola bo'lsin dedim, kattaroq 32-43 qilmadim. Kim ash kommentariyada hech xatyaba, liboy narsa, bitta voy texnika olmoqchi bo'ladi, sizlar niyatingiz bor. Shularga nima olmoqchi bo'lsa, shuni yozib qo'ysangiz bo'ldi. U siz oling degani bo'lmaydi. Ha. Prosta shu kimdir omadi kelib qolsa, mana shuni yutib oladi, shu uyga tekinga boradi, televizorli bo'lib qoladi. Nariginda 10 kilolik kir mashina qo'ydik. Bitta voy narigi kir mashina yo xaladeliklardan. Unda mana shu kimga kerak bo'lsa, omadda mana yutganlar ko'p bo'lyapti. Kimgadir nimadir sabab bo'lib qoladi-da. To'g'ri aka. Ko'p bo'ldi-yu, shuning uchun bemalol shu nima mahsulot kerak bo'lsa, shuni xohlang konditsioner, xohlang xaladelnik, xohlang televizor, nima kerak bo'lsa shunaqa yaxshi niyat qilib yozib qo'ysanglar, shu sizlarniki bo'ladi. Yo'q odamga, shunga rostdan muhtoj odamga chiqsin ilohim. Albatta. Xudo o'zi yo'lini ochib qo'yadi, haqiqiy muhtojga chiqaradi. Xudoyim o'zi chevar do'stlar, hamma narsani to'g'rilab qo'yadi. Bizning maqsadimiz shu, elga, yurtga foydali bo'lsin deb mana shu televizorni tekinga beraveramiz. Shu. Akamga endi akalar xudo xolasa Alloh bersin, Alloh berardan qismasin. Endi bu omonatni bir chetga olib qo'yamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha qo'yinglar. O'zbekiston bo'yicha eng katta bazasidan Xitoydan navbatdagi katta partiya yuklanimiz kelgan. Xudo xolasa yoz oylarida o'tgangidaqa videolar qilamiz, bazalardan spetsialniy gap isboti bilan ko'rsatamiz. Endi hozir qish, hamma yoq qor, kamera ko'tarib chiqqani ham to'g'ri qo'llar muzlab, u yoqda sho'piram, aka tezroq bo'ylar muzlayapman. Xudo xolasa yaxshi kunlar kelsin. Hozir ham yaxshi, endi issiq bo'lsin, hamma bemalol bo'lsin. Muammo emas, prosta mayda ochig'i bor-da, xaladelikni, televizorda ochig'i bor. Bemalol showroomdan bu ko'rgazmali zalimizda showroomimiz. Mahsulotni ko'radi, sklatimiz 500 metr. Juda ko'pchilik mana kelganlar sklatdan chiqib ketadi. O'zlari bir xilgilar keladi-da, Toshobod, Toshkent shahar, ili viloyatdan shu yo'li tushganlar kelib yotdi. Iminnoy kelib oladiganlar ham ko'pda. Aka, shu Iminnoy kelaman deydigan akalarimiz bitta manzil tushuntirib qo'yingiz. Bizniki Sergeli Indeks bozori bor. Xalq tilida inomarkalar mashina bozori deyiladi. Shu bozorda katta yo'lni bo'yida S1-blok, S1-blok Avangard deb tepasida Bitaviy texnika deb reklama qilib yozib qo'ygan. Shu yerda muammo yo'q. Shu quyidagi raqamlarga telefon qilib yo Telegramdan xatiyab lokatsiya deb qo'ysa, siz lokatsiyasini tashab beradi. Kelib topish qiyin emas. Nomerlarga bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Bo'lmasam boshladik. Asosiysi bizda endi hammada ham bor. Hammada emas, borlarda bor, yo'qda yo'q. Oldindan to'lov deydi. Oldindan to'lov qilib bitta akamiz telefon qilib olib, bittasi aldab qo'yibdi. Endi insonda xarakter har xil. Odam hammamiz ko'rinishimiz bir xil. To'g'ri. Odam ato momo holdan tarqaganmiz. Bir-birimizga hammamiz qarindosh, qondoshmiz. Xarakterlari har xil bo'ladi insonlarda. Odamni yomon bo'lmaydi. Shuning uchun oldin hech qanaqa to'lov yo'q. Oldindan onlayn savdo qilsa ham oldindan to'lov qilinsa to'lab yuringlar. Har xil mana kechagina har xilga firibgarlarni savdosi yo'q, tur firmalar ko'payib ketgan. Shuning uchun bizdan emas, boshqa stansiyalar ham oldindan to'lov qilmayapti. Imkon darajasida mahsulot yetib borgandan keyin qo'lingiz bilan ushlab, ko'zingiz bilan ko'rib, keyin to'lov qilsangiz yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Bizda televizorlar 32 endi 24 lik sotmayapmiz. Chunki 24 liklar sifati unaqa darajada emas. U juda kichkina bo'ladi. Monitorga o'xshagan bilan uni sotmayapmiz. 32 liklarda ham hali 850 ming so'mlarni sotmayapmiz. Chunki ularda ekran защитный yo'q-da. Ushaganda ham sifat darajasi yo'q-da. Sotib ham uyqumizda halovat bo'lmaydi. Ana
iymon, vijdon yo'l qo'ymayapti-da. Shuning uchun 1,100,000 so'mdan eng full 32 lik smartlarni beryapmiz. Boshlanadi. Endi 1,150,000ligi bor, 1,225,000 so'mligi bor. Dollarning kursida-da 1,300,000 so'm, 1,350,000, 1,400,000. Endi bu yerda ko'pda Monix bor, Immer bor, Samsung, Skyworks, TCL, Seventech, Zifler, Immer, LG, Mytech, Hisense endi ko'p, yana mana yoqda bor mana. Ko'p. O'shuning uchun televizorlardan qanaqa televizorlar kerak bo'lsa, aslo muammo yo'q. Bemalol endi eng zo'r lo'ndasini aytaymi? Ha. Kimgadir koreyskiy ko'raman deydi. Yana. Rostdan akalar bitta narsasini aytdi, to'g'ri, sifat darajasi bor. Lekin puli ham o'ta qimmatda. Indoneziya, Koreyada endi. Atak mana ular ham teshib chiqmaydi. Men o'zimni uyimda ham Xitoyda ishlab chiqarilgan televizor ko'raman. Shuncha televizor sotsam ham. Bularni ham o'zini modeliga qarab o'zgaraveradi. Karaoke-lari bor, Alexa'si borlari bor, ovozga ishlaydigan pultga gapirish ham shart emasda. Shuning uchun 32 lik olaman deydiganlarga shu 1,300,000 smart, 1,5 millionga smart Androidlarning shu programma asosida ishlaydiganini olsa, ular shu xaridorda ketadi. Chunki kamida 5-6 yil qilt aytmasdan ishlaydi. 1 yil garantiyali tanlovi bor. 10 yil 15 yil ham ishlayveradi. Lekin 10 yil 15 yilda mana savol uyda oldin orqasi katta televizorlar hozir qayerda? Yo podvalda yo kimlargadir berib yuborgan, yo lo'llarga, tog'oraga almashtirib yuborgan. Yo tomda turibdi. Shuning uchun bular ham modadan qoladi, telefonga o'xshagan narsalar. Yaxshi niyatda olsanglar 10 yil, 5-10 yil xizmat qiladi, xudo xolasa. Endi bu texnika, lekin bizdan 1 yil kafolati bor. Xohlaganlarga mana koreyskiy LG, UA71, 43, 108 sm hamma yo'g'i bor. Kimga bunaqasi kerak bo'lsa, unisi. Ana nanos chiqqan 2025, yangi 26 mana Voy, malades. Life Gold mana. Bu ham 43 lik. Buni ham modellari ko'pda. Shuning uchun eng zo'ri, soddagina, shunda bor, bunda, даже bunda yo'q funksiyalar 43 lik Xitoyda ishlab chiqarilganlarda bor. Голосовой pult, Bluetooth orqali telefon ulanish, Wi-Fi dan ishlatish. Men ham mana shunaqa Xitoy televizori ko'raman uyda. Ilgari u LG ekan desa, chet eldiki desa, hali chet eldiki desa, Xo'rozqand desa yotib olib yalaganmiz ekan. Hozir mana men ham uyda Xitoynikini ko'raman. Shuning uchun tortinmasdan olaverasizlar. Bu buzilsa ham 1 yil ichida agar buzilsa, servis sentrimiz u tuzatib berish bizni zimmamizda. Agar 5-10 kun ichida buzilib qolsa, xohlasangiz ancha-muncha savdogar gapirmaydigan bitta gapni gapiraman. Pulini qaytib ber desangiz, pulingizni qaytib mahsulotni ham bolalar qaytarib olib kelishaveradi. Hech qaysi savdogar ancha-munchasi gapirmaydi. Men bu bilan zo'rman demoqchi emasman. Biz shunga tayyormiz, shunda ishlab kelyapmiz. 5-10 kun, boring 10 kundir. Yo'q, menga yoqmadi aka, bir joy defekti ham yo'q ekan, ichim tortmayapti. Yo, bizda mana yerda arzonroq ekan degan gap bo'lsa ham, shunday pulini qaytib beraman, televizorda olaveramiz. Boring 2 hafta muddatda. Buzilish shart emas. O'shuning uchun qo'rqmasdan, tortinmasdan, bemalol ishonch bilan olaveringlarki, ertaga biz qochib ketamiz. Manzilimiz aniq, yuzimiz aniq. Anchadan beri ishlaymiz. O'sha qaysi O'zbekistonda qaysi hududidan, ya'ni hududi, qishlog'i, viloyat, tuman qishlog'idan bo'lsa ham o'sha qishloqda bizdan mahsulot olgan insonlar, xaridorlarimiz bor. Muammo yo'q. Bir og'zim misol meni qishloqdanman, mana shunaqa bizdan ham olganlar bormisa bo'ldi, adresini kirgizsa o'zi qishloq o'sha mahalladan kimlardir xarid qilgan xaridorlar bor. Aka, shu odam bilan gaplashib oling, bizdan konditsioner olgan, televizor olgan desa, bemalol nomerlarigacha beramiz. Qanaqa ishlaymiz, aldamaymizmi, sifati qanaqa, hamma yo'g'ini so'rab olsa ham bo'ladi. Qo'rquv bo'lmasin. Qo'rquv bo'lmasin. Aslo ishonchsizlik bo'lmasin. Maqsadimiz misqollab yillar davomida yiqqan ishonch, hurmatni chelaylab to'kib qo'yish, berib qo'yish niyatimiz yo'q. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Abdurahim hoji yo'g'ini tushuntirib beradi. Narxni o'zini bilamiz. Abdurahim hozir tushuntirib beradi sizlarga. Bo'ldi, aka, klientlarga 2 million, ha. Klient. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Narx-navolar nima bo'lyapti endi, hoji bola? Narx-navolarimiz qarang, 32, 43, 50, 55 ketaveradi narx-navolar. Endi ko'pchilik so'rayapti, "Mana bunaqa narx aytibsizlar" deyapti. Ha, shunaqa narx aytdik. Hammasi shunaqa narxmi deyapti. Yo'q, hammasi unaqa narx emas. Razmeriga qarab diagonal pul qo'shilib boraveradi. Masalan, 32 talik 1,100,000 so'mdan 1,700,000 so'mgacha bo'lsa, 43 taliklarimiz 2 million so'mdan 2,700,000 dan idalchi undan qimmatroqlari ham bor. Bu yoqda mana tepada Samsung, Skyworks, Mytech, Monix,
Keyin bu yoqda mana LG'larimiz bor aka. Har xil turdagi televizorlarimiz bor. Eng arzoni mana Rolls-dan televizor ko'rsatganmiz. 2 million so'mdan televizor qilib beramiz. 43 dyumligini. Bu yoqda Samsung'da Android 11 versiyaligi 2 million 200 ming so'm. 14 versiya 13 versiyali 2 million 400, 14 versiyali 2,5 million so'm chiqadi. Samsung'niki. Bu yoqda mana MyTech bor, 2 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Monix Androidlar bor, 2 million 300 ming so'mdan. Webos sistemalilar bor mana, 2 million 700 ming so'mdan aka. Monix deganda Webos ha, LG programma yozilganlar aka. Bular endi bular nech pul endi? Smartfon bo'ladi. Ular 32 tali emaillar 1 million 300 ming so'mdan. Android aka u. Full varianti. Bo'lishi mumkin emas. Mana. Yetkazib berish muddati qanaqa bo'lyapti? Necha kun yetib berish boryapti? muddati 1 sutkadan 2 sutkagacha bo'ladi aka. Mahsulot borgandan keyin to'lov tekshirib oladi, keyin to'lovini shofyordan qilib yuboradi, yoki kartaga tushirib beradi. Do'stlar, eslatib o'taman, mana qaranglar, $200 televizoringiz ham, $500, $1000 televizorlaringiz ham O'zbekistonda, Qoraqalpoq, bu yog'i Xorazm, bu yog'i Andijon, bu yog'i Farg'ona oldindan bir kopeyka olinmagan holatda yetkazib beriladi. Yetkazilganda ham qaranglar do'stlar, yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, mana bunaqangi upakovkada olib boriladi. Xudo xohlasa, akam bilan birinchi marta ishlamayapmiz. Akamni ham ko'pchilik taniydi, mana shu joyga kelganlar. Xitoydan birinchi qo'l akalar, birinchi qo'l eslatib o'taman. To'g'ridan to'g'ri primoy optim narxlarda akalarim olib ketishlari mumkin. Undan ham eng zo'ri, mash televizorlarni sotib foydalanaman deydigan tadbirkorlarimiz ham akalar optim narxida olasizlar. Optim bitta partiya 100 ta, 200 tami hammasini dastavkalari tekin mutlaqo yetkazib beradi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi men ko'p olmayman, bitta olaman deganlarga ham shu optim narxda. Buni narxi 70 so'mmi? 100 tosiz ham 70 so'm. Akalar bitta olsanglar ham 70 so'm. Muammosi yo'q, hamkorlikka ham chorlab qolaveramiz. Eng asosiysi ishonchli, joyi aniq, nomi aniq. Manzilimizni bitta tushuntirib qo'ying o'zingiz. Manzil Toshkent shahar, Sergeli Indeks bozori. Indeks bozori, Ha, muammosi yo'q. Do'kon. Bemalol. Qarang, garantiya, servis xizmatlar haqida ham bitta ma'lumot bering. Garantiyalar aka televizorlarga 1 yildan 3 yilgacha beriladi. 1 yildan 32 talilarga beriladi, 2 yildan ayrim 43 tali televizorlarga masalan o'sha kattalashib borganda 3 yildan berishni boshlanadi. 3 yildan berishni boshlanadi. Gap yo'q do'stlar, muammosi yo'q. Qaranglar, yana bitta narsani eslatib qo'yaman. Mana shu joyda turgan televizor screenshot qolasizlar yoki-da menga aka videoyozda ko'rdim, Monix 7T da qanaqa funksiyalari bor deb savol bersizlar, telegraminglarga akamiz как положено o'zini vaqtini ajratib, mash televizorni polniy xarakteristikasini sizlarga chiroyli qilib yetkazib beradi. 1 soat bo'lami, 15 minutdan 20 de ochadi, голосовой управленияsi bor, kanalga mana qilib o'tkazsalar bo'laveradi. Mancha tekin kanal qo'shib beraman, YouTube ga kiradi, boshqaga kiradi, Wi-Fi ga o'rin, hamma to'liq do'stlar ma'lumotlarini beramiz, muammosi yo'q. Ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma Samsung 7T, MyTech, xullas hammasidan bor. Do'stlar, bemalol murojaat qilinglar. Xudo xohlasa, bu televizorimizni olib qo'ysanglar, 70 yoshli otaxonni ham xursand qilasizlar, 7 yoshli maktab o'quvchisini ham xursand qilasizlar, ayol kishini ham xursand qilasizlar. O'zlari bilan bitta shapatdek narsaga mana qilib termilib o'tirgandan ko'ra, mana shu telefonni do'stlar o'rni mana shu televizor ham qoplaydi. Bemalol kelaverasizlar. Sifatlari ham xudo xohlasa behijolat. Keyin haligini ham aytib qo'ying, Xotamjon akam ham aytardi-yu. Ko'p ko'rib olsa ham ko'ziga zarar qilmaydigan funksiyalari ham bor deydi-yu. Ha. Zreniya защита bor-da. Zreniya защиталari ham bor, yoshlanib ketish unaqa narsalar bo'lmaydi. Unaqa narsalar bo'lmaydi. Tamom. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, xudo xolasa. Yetkazib berish muddati necha kun dedik? 1 sutkadan 2 sutkagacha boradi mahsulot. 1 sutkadan 2 sutkagacha boradi. Yaqin bo'lsa 1 sutka, bo'lsa yarim sutkada boradi. Toqqa desizlar, toqqa olib chiqib beradi. Eshakka solib kerak bo'lsa do'stlar, shaharning sentriga bo'lsa, kerak bo'lsa metroga tushib, xullas uylarga eson-omon yetkazib olib boradi. Undan tashqari bizda nafaqat televizorlar, balki bitavaya texnika, gaz plita, kuller, go'sht maydalaydigan, suv isitadigan, hammasidan, xolodilniklar barchasidan bor. Eng asosiysi, qaranglar, qadrdonlar, shoshilib qo'yinglar. Mana shu 50 lik televizorimiz sizlarga tekinga beriladi, tekinga. Uning uchun kommentariyani bang'illatib qo'yinglar. Bitta oilada 5 kishi bormi? Shunday. Bolam, qizim, o'g'lim, yoz, sen 50 ta yoz, sen 100 ta yozib, 100 ta yozsanglar ham 5 kishi 500 ta kommentariya degan. Bu degani ertagalar xudo xohlasa o'zlar ko'z o'ngingizlari qilayotganda, 500 dan bittasi qirsa sizga uchrab qolsa, bitta televizorli olib qolasizlar. $300 televizorli do'stlar. $300 uchun endi qo'pol qilib aytaman, hozirgi kunda bir oyda bitta erkak $300 ishlab yurganlar ham bor do'stlarim. Kerak bo'lsa biz ham mana vaqtda Rossiyada men ham $300 oylik uchun bezvi xatni ishlab yurganman akalar. Hamma narsasi o'tadi, lekin demoqchi bo'lganim zato tekingada bu. Tekinga qadrdonlar. O'zlari ehtiyot qilinglar. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat.
Qadrdonlar, video bilan videoni farqi bor. Poddeshka qilishda adashmaylik, akalar. Xalqimizni, jamiyatimizni zulmatga yetaklaydigan videolarni hadi poddeshka qilib, jipillagan qizlarga like bosgandan ko'ra mana elga, yurtga foydali videolarni tarqataylik. Telegram gruppalardan tarqatib qo'yinglar qarindosh urug'larga. Mana oldidan 1 so'm pulsiz olib ketaverlar. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz to'qinglar. Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Akarim sovuqda, issiqda xizmatlardaman. Kichkina mehnatga bitta klass arziymanmi yozib qo'yinglar. Ariyuzga ham o'tasiz, klass bosasiz, Mahmudjonga ham o'tasiz, klass bosasiz, Telegram gruppalarimizga o'tasiz. Xudo xolasa bir-birimizni poddeshka qilamiz shu. Rahmat, sog' bo'linglar.